Men где-то 50 yildan keyin tug'iladigan bolalar uchun video qilmoqchiman. Ular hech qanaqa psixologik travmasi katta bo'lishliklari uchun. Agar siz opodingiz где-то 90-yildan 2015-yilgacha tug'ilgan odam bo'lsa, biz qiyin davrda yashaganmiz deb sizni ish qildirishga undayotgan bo'lsa, vash ishonmang. Umuman zo'r paytda yashashyapman. U paytlar sovuq edi desam ishonmang. Bu O'zbekistonda vash sovuq, issiq unaqa kuchli bo'lmaydi hali. Может, koronavirusda aytib berishim mumkin. Shu paytlar qiylanganmiz. Hech kim qiylanmagan, mazza qilganmiz, hamma damalgan. Maktablar ham damalgan, zo'r bo'lgan. Keyin может Afg'onda xizmat qilganman deyish. Yo'q, Afg'onda ham o'sha afg'onlar ham xizmat qilmay qo'ydi. U yerda Tolibonlar ham do'stimiz bo'lib qoldi. Mayli. Keyin urushda xizmat qilganman degan bo'lsa, O'zbekiston vash urushgan yo'q. Katta ehtimol siz opodingiz nasha sotib Rossiyada ushalib qolib, Rossiya Ukrainaga ketib olgan bo'ladi. Yaxshi niyat qilsa bo'ladi, odam o'ldirib ketgan bo'lishi ham mumkin. Ular O'zbekiston uchun urushmagan to'shni.